Güller yolundan şu sentralli ullu yoldan girip geleverişimizde shunday bir chiroyli shaklda solingan hovlilarimiz arasında joy o'rni chiqqan ekan. Dokumentlar 100% tayyor. Yine bir Allah'ımızdan toza hovlilar tushib ketgan bir qavatli. Xohlasa bu yerda yine solib turib chiroylatib solib satsam bo'ladi. Yan boshundan toza solingan. Hozir dokumentlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Berimizda yine shu davaraki qizil o'p turgan 9 metr territoriya 9 metr olib turibdi, lekin 9 ni 2 metri bir anda qo'ng'ishqa deyishli. Чистин dokumentalniy hozir bu 7 ga 30 razmerda tushgan. Ya'ni bu yerda yana ko'rishimiz mumkin. Oldi sotdilari tayyor holanda. Oldi sotdilari. Bu yerda yana 210 metr kvadrat. 210 metr yine. 210 metr kvadrat. Hovli joy, bu yerda turar joy. Turar joy o'rin yine. Turar joyi, dokumentlar taq qisqasi. Doğru gelip durup qurilishni boshlab berib satsam bo'ladi, yashasam bo'ladi. Bu yerni yana bir kladovka hisobidan qilib qo'yibdilar. Dokumentingda chiqqan. Hamma joyi tayyor. Bu yerda bu qo'ng'ishlar deyishib bo'lib turgan yer qismi. Bu yerda yana qoziqlar qaqilib turgan yer, ya'ni inshurdan yana 2 metr bu yanda. Haddisi bu yanimizda 7 metrimiz. Onu yıkıp tashlasam bo'ladi, xolasa yıkıp o'zi ikkita beradi. 30 metre 7 metr, yani 210 metr kvadrat joy o'rnimiz. Şimdi tushgan ekan, dakansa paxsani oxirinacha bemalol mana eldindan ham, orqa tarafdan ham mestasini qoldirsa bo'ladi. Hozir bu yanimizda yana 5 metr qoldirib sasa oladi bog' tarafdan. Elde tarafdan toshkentsi qilib sasa oladi. Bu yerda yana mevalar ham tayyor turibdi. Bu yanam paxsa tortilgan qo'ng'ishlarniki. Shu paxsadan bu yana solinadi yine. Yine shuning razmerda tushadi ekan yine. Narxlarına keladigan olsak 320 milyon so'm. Sentralniy ullu yo'lning ustidan girib kelaverishimizda joylashgan mesta. Mestalari zo'r, dokument 100% tayyor. Mülk egasini nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol gelip o'zi bilan savdolashib, gelishtirib olsangizlar bo'ladi. Narxlari 320-210 metr kvadrat joy o'rnimiz. Shuning sentralniy yo'l, ya'ni bu yerda Avtotexladan şu Galaxy'dan o'tib, Gullan yo'ldan girib kelaverishimizda yana hozir mashinaga yotib, u yo'ldan bir 200 metr geriga yerimizda joylashgan shuning joy o'rnimiz ekan. Esa ekranlarimizda shu mulk egasini bemalol chiqib, savdolashib olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.